Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmada vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'layotgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Hindiston Xitoy askarlari o'zaro to'qnashib 40 dan ortiq Xitoy askarining o'lganligi bildirildi. Hindistonning sharqi shimolida Xitoy askarlari bilan Hindiston askarlari o'rtasida to'qinish yuz berib, Hindistonning 20 askarlarining jinidan ayrilganligi bildirildi. Ani xabar agentligining bildirishicha, Ladakning Galvan vodisidagi surkishni pastga tushirish tirishchiliklari davomlashayotgan bir paytda Hindiston va Xitoy xavfsizlik kuchlari o'rtasida shiddatli to'qinishning maydonga kelib, odam o'lish ahvollarining ko'rilganligi xabar qilindi. Hindiston hukumat manbalarini tayanch qilgan xabarga qaraganda to'qinishda bir nafari ofitser bo'lib, jami 20 nafar Hindiston askari jinidan ayrilgan. Bu yaqinqi 45 yildan buyon ikki davlat o'rtasida yuz bergan eng shiddatli to'qinish ekan. Ani xabar agentligining xabarida Xitoy tarafdan 43 dan ortiq askarning o'lgan yoki yaralanganligi ilgari surildi. Hindistonning Xitoy chegarasiga joylashgan Ladakh rayoniga munosabatlik egilik huquq da'vosi manbalik surkilish 2017-yili ulg'ayishga boshlagan edi. İki davlat o'rtasidagi 3500 kilometrlik chegaraning ko'p qismi egilik huquq ta'tillashtiriga sabab bo'lmoqda. Beijing doiralari Janubiy Tibet deb ataydigan Hindistonning Arunachal Pradesh o'lkasidagi 90 ming kvadrat kilometrlik zaminning o'ziga tavalligini ilgari sursa, yangi Dehli doiralari Aqsay Chin egizliklarini o'z ichiga olgan 38 ming kvadrat kilometrlik zaminning Xitoy tarafidan berib olinganligini ilgari surdi. Taraflar uzun yillardan buyon suhbatlarni davomlashtirib kelayotgan bo'lsa-mu, rayonga munosabatlik egilik huquq ixtilofini hal qila olmadi. Aksiga bu masala yaqinqi yillardan buyon Beijing yangi Dehli liniyasidagi surkilishning barg'ansiri ulg'ayishiga sabab bo'lmoqda. Qinchuangoning so'zi navbatdagi vaziyatning texmo yomonlashadiganligidan bishorat berdi. Xitoy rejimining kani bo'lgan Xinhua agentligining 16-iyundagi xabarda aytilishicha, Urumchida ochilgan nazariya o'rganish yig'inida atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partiyasining sekretari Qinchuango alohida so'z qilib, Sharq Turkistonning Xitoy rejimi tashviq qilayotgan Xitoy tushining muhim tarkibiy qism bo'lganligini yana bir qatim ta'kidladi. Xabarda aytilishicha, Qinchuango yig'inda Xitoy raisi Xi Jinpingning Xitoy tushini amalga oshirish chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shishni talab qilgan. Shuningdek, navbatdagi vaziyatni 100 yildimi ko'rilmaydigan zo'r taraqqiyot deb maqtagan hamda mushundaq bir tarixiy sharoitda har soha kishilarining andishi tuyg'usini kuchaytirib, jangovar holatni saqlashi kerakligini ta'kidlagan. Qinchuango yig'inda yana alohida qilib navbatdagi zo'r tarixiy burilish paytida ijtimoiy muqimlik va uzunga suzilgan aminlikni to'liq amalga oshirish, bu orqali iqtisodiy taraqqiyot va jamiyatning cho'ng jihatdagi muqimligini saqlash kerakligini bildirgan. Shunaqla ijtimoiy muqimlikni saqlashdek zo'r vazifa uchun hushyorlikni qilchimi bo'shashtirmaslik, qattiq hushyorlikni saqlash, partiya, armiya, hukumat zich hamkorlashgan holda harakat qo'llanish haqida alohida yo'l yo'riq bergan. Analizchilar bu haqda fikr qilib, buning Xitoy rejimi navbatda duch kelayotgan ichki va tashqi bosimlarning inkosi ekanligini bildirdi. Shuningdek, bu hol bundan keyingi siyosiy kontrollikning texmi kuchaydiganligidan berilgan bishorat dedi. Xitoy yuqumga qarshi turish darajasini o'stirib, minglagan navbatchi aeroplanni to'xtatdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Beijing shaharlik sahiya idorasi yuqumga jiddiy taqobil turish darajasini 2-darajaga o'stirib, minglagan aeroplanning uchishini to'xtatdi. Beijing shaharlik sahiya idorasi yangidan 31 kishining yuqumlanganligining jazmlashtirilganligini, 6 kishi yuqumlangan bo'lsa-mu, biroq kasallik alomati yo'q ekanligini e'lon qildi. Beijing yuqumga jiddiy taqobil turish darajasini 2-darajaga o'stirib, darsni amdila boshlagan maktab bugun barliq darvozalarini yana taqagan. Beijing shaharlik hukumatning muavin bosh kotibi Qinbiya seshanba kuni kechda Beijingning jiddiy ahvolga taqobil turish saviyasining 16-iyundan boshlab 2-darajaga o'stirilganligini e'lon qildi. O'rta va yuqori xatarlik ko'cha va yangi bozorlardagi munosabatlik xodimlarning Beijingdan ayrilishini chekladi. Barliq mahallalarni qattiq kontrol qilib boshqarishni yo'lga qo'yish, asosli xodimlarning Beijingdan ayrilishini cheklash tadbirlarini to'liq yo'lga qo'yishni ta'kidlagan. CNN agentligining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Beijing shaharida hozir yangi yuqumdorlarning soni oz degandimi 100 dan eshib ketgan. Buning bilan nurg'unlagan aholi o'ltiraq rayoni qamal qilinib, 30 necha ming restoran dezinfeksiya qilingan.
Bulupmu Beijing şəhərinin Fengtay rayonundakı meyvəçiva və köktat bazarları şəhər iste'molining asosiy manbasi bo'lib, bu rayonning mush shanba kundan boshlab qamalga elinishi allaqachon zo'r vahima paydo qilishga boshlagan. Buningga ulabla Shinfadi va Shichong rayonlaridagi yemaklik bozorlari taqalgan. Bu rayondagi aholilar rayoni birdek qamalga elingan. Xitoy Markaziy axborot agentligining xabariga qaraganda 16-iyul kechda Beijingda yuqumning oldini olish va kontrol qilishni kuchaytgandan keyin bugun atgan soat 9 dan 10 minut o'tganda Beijingdagi ikki aerodromda 70% ga yaqin navbatchi aeroplanning uchishi amaldan qoldirilgan. Beijing kundalik gazeti va kundalik iqtisodiy xabarlarga qaraganda bugun atgan soat 9 dan 10 minut o'tganga qadar Beijing aerodromi jami 1255 navbatchi aeroplanning uchishini amaldan qoldirgan. Buning ichida 615 qatim sirtqa uchadigan aeroplan bor bo'lib, amaldan qoldirilish nisbati 67,14% bo'lgan. Beijing shaharlik hukumatning bayonotchisi Shu Hejian muxbirlarni kutib olish yig'inida bu vaqtda so'z qilib, poytaxtning yuqum ahvoli bak ig'ir. Biz hozir virusning oldini olish uchun qattiq tadbirlarni yo'lga qo'yishga majbur bo'lyapmiz degan. Bir Xitoyning vatanimiz haqidagi bayonlari g'ulg'uli qo'zg'adi. Xitoy rejimining Sharq Turkistonda bostirish harakati to'g'risida ko'plagan ma'lumotlar o'tirg'a chiqayotganda, bu joyda yashab boqqan Xitoylardan biri yaqinda xalqaro kechirim tashkiloti to'g'rida e'lon qilgan bir parcha bayonot diqqat qo'zg'adi. Bayonotda aytilishicha, bu Xitoy kishi ilgari Sharq Turkistonda bir mezgil yashagan bo'lib, keyinchi tuqqan yo'qlash uchun bir necha qatim u joyga borganda ko'rgan bilganlari har qachon uningga fantaziyalik filmlardagi ko'rinishlarni eslatgan. Bulupmu Xitoy doiralarining Uyg'urlarni qatma-qat nazorat ostida kontrol qilayotganligi, keyinchi buningga qanoatlanmay Xitoy kadrlarini Uyg'urlarning uylariga yetib qopishga o'rinlashtirganligi, ishga o'rinlashtirish nomida Qashqar va Xotan taraflaridan elib kelingan Uyg'urlardan salli gumonliq ahvolni bayqasa, ularni lagerga avatadiganligi uni bakla hayron qoldirgan. Bu Xitoy kishi hayronlik ichida bayqagan yana bir hodisa bo'lsa, Xitoy doiralari har qachon Uyg'urlarni chag'anliq televiziya programmalari yoki Beijingdagi tashviqot filmlarida naqsha etkazib, usul o'ynatib sahnaga chiqaradi ekan. U joydagi Xitoylarmi Uyg'urlarning usuliga to'limi amriq ekan. Ammo Uyg'urlar bilan so'zlashib, ularning qaysi darajada azob tortayotganligini tushunib beqish biror Xitoyningmi esiga kelmaydi ekan. U har qatim tuqqan yo'qlab borganda, uning Xitoy tuqqanlari Uyg'urlarni yomonlab, bu haq bakdot shundoq qaloq yakilib bakmaynat deb shikoyat qilib beradi ekan. U safar jarayonida hukumat organida ishlaydigan bir Xitoy bilan bir yerda o'ltirib qolgan. Shu Xitoy uningga Sharq Turkistonda hozir yo'l qo'yilayotgan bir qator siyosatlarning bir avlodni qurbon qilish badaliga keyingi avlodlarga baxt yaratishni ko'zlayotganligini so'zlab bergan. Uning aytishicha, navbatdagi atalmish terrorlik va asabiylikka qarshi turish tadbirlari garchi iqtisodiy jihatda ba'zi salbiy oqibatlarni elib kelsa-mu, mushu rahimsiz avlod almashishni boshdan kechirgan keyingi avlodlar Uyg'ur Xitoy deb ayirmay ittifoqlikda birga yashashni ishga oshira oladi ekan. U mushu ahvollarni xulosalab, kichkidan tikanlik sim to'siq ichida o'sgan bu bir avlod tikanlik sim to'siq bo'lmaydigan joylarning borligini ko'rganda nimalarni o'ylar deb savol qo'ydi. Xitoyning Uyg'urlarni bostirishdagi tub maqsadi ularning milliy mavjudligini yo'q qilish. Hindistonning xalqaro taratqulardan biri bo'lgan Viyon bir dunyo televiziyasi 11-iyun Xitoy 2-Sovet ittifoqiga aylanib qolmaslik uchun Uyg'urlarni bostirib oladi nomli bir siyosiy analiz e'lon qilgan. Uningda Xitoyning nemishqi irqchi siyosat yurgizib, Uyg'urlarni keng ko'lamlik bostiradiganligining sababi tahlil qilingan. Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish sababining qandaqdir terrorliklar emasligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoyning Uyg'urlarga milliy zulm qilayotganligi aniq, ammo zodi nemishqi bunday qiladi? Xitoy nemishqi Uyg'urlarni bostirishni jahillik bilan davomlashtiradi. Nemishqi Uyg'urlarni lagerga solaydi. Bu sistemalik elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik. Ammo nemishqa Xitoyning faqat terrorlikdan ansirashi buningga sabab bo'la olmaydi. Amerikada turishliq Ilshot Hasan apandining qarashicha 5-iyul qirg'inchiligidan keyin Xitoy Uyg'urlarni har qancha qilsa-mu assimilyatsiya qila olmaydiganligini tunib yetgan bo'lg'achqa, yuqorqi analizda Xitoyning Uyg'urdan iborat bu millatning o'ziga xos alohidaligini hargiz qabul qila olmaydiganligi, hamda ularni xitoylashtirmoqchi bo'ldi qilmaydiganligi tilga ilingan bo'lib, Xitoy nemishqa bu millatga ziyonkashlik qiladi, bu ish Uyg'urlarning milliy kimligiga berib taqiladi. Xitoy ularning milliy ingidan, milliy tabalik tushunchasidan ansiraydi.
Xitoyning qarashicha Xitoyda faqat birli millat engi, ya'ni Xitoy engi bo'lishi kerak. Birli ideologiya, ya'ni kommunizm ideologiyasi bo'lishi kerak. Uning rahbari Shi Jinping bo'lib, uningga yot har qanday narsa zarba nishoni bo'ladi deyilgan. Xitoy Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining doimiy hay'at a'zosi Wang Yang 8-iyundan 12-iyungacha Sharq Turkistonda xizmat tekshirishida bo'lgan bo'lib, Kompartiyaning atalmish Xinjiangga doir yangi davr siyosatini alohida ta'kidlagan. Atalmish millatlar ittifoqligini kuchaytirishni, e'tiqodchi ommani davlat engi, fuqarolik engini o'stirishni, Xinjiangda xitoylashtirilgan islom dinining ijtimoiy asosini mustahkamlab, dinni sotsializmga texmi yaxshi moslashtirishni talab qilgan. Analizchilarning qarashicha, Wang Yangning davlat engi, fuqarolik engini o'stirish degani amaliyotda Uyg'urlarning vatan, millat engini yo'qotib, o'zini tamoman Xitoyga tava qilish, Xitoy fuqarosi bo'lgandan faxrlanish deganlikni bildiradi ekan. Xinjiangda xitoychilashtirilgan islom dinining ijtimoiy asosini mustahkamlash degani Sharq Turkistonda islom dinining xitoychilashishini asosan amalga oshirib bo'ldik deganligini bildiradi ekan. Xitoyning 3 yildan beri lagerlarni taraqqiy qildirishi, lagerdagilarni ichkariga, ichkaridagi Xitoylarni Sharq Turkistonga yo'tkab kelishi, Uyg'urlarning tili, dini, madaniyati, avlodlari, umuman ularning kimligini saqlab turadigan barliq narsalarning cheklanib, vayron qilinishi, Xitoyning Uyg'urlarni yer yuzidan yo'qotib etish g'arazini to'liq isbotlab beradi ekan. Xalqaro jamiyat buningga yetarlik besim qilib, uni to'xtatmasa, Uyg'urlarning milliy mavjudligi ig'ir xavfga uchraydi ekan. Turkiya armiyasi Shimoliy Iroqda quruqlikdan zarb berish harakatini boshladi. Turkiya Cumhuriyeti Davlat Mudofaa Ministrligi Turkiya armiyasining terrorchilarning Shimoliy Iroqdagi ovlarini bitchit qilib tashlash maqsadida quruqlikdan zarb berish harakati elib berishni boshlaganligini, Pancha Qoplan, ya'ni yo'lvoz harbiy harakati boshlandi. Qahramon komandirlarimiz haftanında degan so'zlar orqali jamoatchilikka uqtirdi. Bayonotda havo qismlari, atak tik uchar aeroplanlari, uchquchisiz havo apparatlari va qurolliq uchquchisiz havo apparatlari bilan kuchaytirilgan komandirlarimiz havodan hujum qilish harakati orqali aeroplanlar bilan rayonga elib berildi degan iboralarga o'rin berildi. Ministerlik harbiy harakatning mudofaa punktlari va harbiy bazalarga hujum qilish urinishlarini kuchaytirgan PKK va terrorchi unsurlarga qarshi xalqaro qonunda ko'rsatilgan yo'lliq qo'g'dinish huquqlari doirasida elib berilganligini ta'kidladi. Iroqning shimoliga uv selib 10 yillardan buyon Turkiya chegarasi ichiga xavf paydo qilayotgan bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKK nuqtalariga zarb berishni nishon qilgan Pancha Burkut nomli havodan zarb berish harakati oldingi kuni kecha boshlagan edi. SP Islomiy pul muomala sohasining izchil taraqqiy qilganligini uqtirdi. Xalqaro kreditni darajaga ayirish organi Standard & Poor Islomiy pul muomala sohasining 2020 va 2021-yillik mezgilda sur'ati osti bo'lsa-mu taraqqiy qilishni davomlashtiradiganligini uqtirdi. Xalqaro kreditni darajaga ayirish organi tomonidan bu haqda e'lon qilingan bayonotda Xitoy virusining islomiy pul muomala sohasini ijobiy tarafga qarab yuzlantirish uchun muhim fursat ekanligi, islomiy pul muomala sohasining 2020 va 2021-yillik mezgilda sur'ati osti bo'lsa-mu taraqqiy qilishni davomlashtiradiganligi eskartilish bilan bir vaqtda Xitoy virusining islomiy pul muomala sohasining uzoq mezgillik yoshirin kuchini tiziltishi uchunmi tepilg'usiz fursat ekanligi ta'kidlandi. Ikki Koreya o'rtasidagi jiddiychilik barg'ancha yuqori o'rlamoqda. Shimoliy Koreya Ikki Koreya o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning simvoli bo'lgan Olmos sayohat turi va Kaysong sanoat rayoni uchun ayrilgan joylarga qaytadan askar o'rinlashtiradiganligini e'lon qildi. Pyongyang hukumatining yana chegaraga tekshirish punktlarini quradiganligi va manevrlarni davomlashtirib, tashviqot shartlariga qarshi oldingi liniyalarni ochadiganligi bildirildi. Shimoliy Koreyaning bu tashlagan qadamlari 2018-yili Janubiy Koreya bilan tuzilgan va chegaradagi harbiy jiddiylikni azaytishni maqsad qilgan kelishimning bekor qilinganligini bildirdi. Kelishim doirasida chegaradagi tekshirish punktlari elib tashlangan, bir qism minalar tozlangan va haqiqiy o'q ishiltidigan manevrlar to'xtatilgan edi. Janubiy Koreya armiya bosh shtabi harbiy harakat ishlari boshlig'i Jeon Dongjin bu harakatlar Ikki Koreya o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi va yarim orolda tinchlik uchun necha 10 yillardan buyon davomlashgan tirishchanlikni putlaganlik bo'lganligini ta'kidlab, agar Shimoliy Koreya haqiqatan mushundaq biror qadam tashlasa, shubhisizki uning badalini to'laydi dedi. Shimoliy Koreya tunugun Ikki Koreya o'rtasidagi o'zaro aloqalashish ishxonasini portlatib o'tgan edi. Janubiy Koreyadagi faoliyatchilarning Shimoliy Koreyaga tashviqot varaqi yo'llash jiddiyligidan keyin Kim Jong Unning singlisi Kim Yo Jong 4-iyunda
shar orqali tashviqot varaqi yo'llagan Shimoliy Koreyalik panohlanuvchilarni vataniga xiyonat qilish bilan ayblagan edi. Janubiy Koreyaning shimoliy chegarasida shar orqali tashviqot varaqchilari yo'llash uzun yillardan buyon Shimoliy Koreyalik panohlanuvchi faoliyatchilarning usuli bo'lib kelgan bo'lib, Shimoliy Koreya bu harakatni o'ziga qilingan hujum deb baholab kelmoqda. Rossiya NATOga qarshi tadbir elishga majbur ekanligini bildirdi. Rossiya Kreml sarayining bayonotchisi Dmitriy Peskov NATOning harbiy ul aslahalarini Rossiya chegaralariga qarab kengaytishiga qarshi zarur tadbirlarni elishga majbur ekanliklarini bildirdi. Dmitriy Peskov bayonotida NATOning Ukrainaga kengaytirilgan huquqlarga ega sheriklik salohiyati berganligi ustida to'xtaldi. U buni Yevropada xavfsizlik va muqimlikning kuchayishiga foydali deb o'ylamaymiz. NATOning harbiy ul aslahalarini Rossiyaning chegaralariga qarab kengaytishiga yaqindan diqqat qilyapmiz. Buningga qarshi o'zimizning bexatarligini saqlash uchun zarur tadbirlarni elishga majburmiz. NATOning o'xshamagan shakllarda yangi davlatlarni ichiga elishiga munosabatlik musofalarni yaqindan diqqat bilan ko'zlayapmiz dedi. NATO o'tgan hafta Ukrainaga kengaytirilgan fursatlar sheriki salohiyatini berishni qaror qilgan bo'lib, Ukraina hukumati mazkur qarorni mamnunlik bilan qarshi olganligini e'lon qilgan edi. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 16 iyun bir gün içinde Xitoy virusi bilan 17 kişinin qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 8da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 46800 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1467 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 181298 ga yetganligini, bir kun ichida 17 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4842 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 1015 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 732 bemorning kasalining ig'ir ekanligini, oldingi kuniga qaraganda 125 nafar yuqumlanuvchining ozlig'anligini, salomatligi asliga kelgan bemorlarning soni 1000 ning ustida ekanligini, xalqning ijtimoiy sorunlarda orliq saqlash, maska taqash qatorliq tadbirlarni birlikda ching tutishi kerakligini, tadbirlar orqali Xitoy virusini kontrol qilg'ili bo'ladiganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.